Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan joyimiz Urganch shahar edi. Oblgaz Oxunboy masjidni yonida joylashgan ikki xonali yo'l remontdan chiqqan 100% podключ qilib beriladi. Hurmatli obunachilar, joyimiz ikki xonadan iborat 4-etajda. Shu yo'ldan girsak, hozir orientirni tushuntirib o'tdim. O'ngga giramiz. Ozgina girgandan 4 etajga domlamiz boshlaydi. Joyimiz mestasi 15-son maktabni yana. O bu yanda Oxunboy masjid. Joyimizni Detis plashatkalarni ko'rsatib o'tsam yetdik. Joyimizda 50 qismini ham yetib keldik. Bu yerda hurmatli obunachilar, Detis plashatkalarni ega. Mashina qo'yish uchun parkovkalarni ega. Domimizda joylashgan. Hurmatli obunachilar, 4 etajli domning 4-etajida. Qanasi ichkari qismini ko'rsatib o'tsam yetdik. 4-etajimiz ham yetib keldik. Girish o'ti ishlarimiz yaxshi sifatli ishlardan qo'yilgan. Oyoq telamiz kafel bo'ladi. Ajoyib bundan qo'yib turibdi. Joyimiz ikkilamchi kredit asosida sotiladi. Oldindan narxini ham aytib o'tishdaman. 395 million so'm 100% tayyorlatib beriladi. Oyoq tena gilamlari dusha, lyustralarni asib ajoyib etib beriladi. Hurmatli obunachilar. Ishiklari ajoyib yaxshi sifatli ishlardan qo'yilgan. Yan tarafimiz sanuzelimiz, bu tarafimiz kuxni, bu tarafimiz zal bo'ladi, bu tarafimiz spanni bo'ladi. Joyimiz g'ollarni dusha tayyor holatida beriladi. Aynalari akvayna bo'ladi. Registrlar qo'yilgan, patagoniklari ajoyibdan qo'yilib, zo'r holatda turibdi. Pardalari asilib tayyor holatida turibdi. Bu yerda lyustramiz ajoyibdan oxirgi rusumdagi lyustramiz asib beriladi. Patologlarimiz naturniy patolog bo'ladi. Oyoq telamiz yaxshi sifatli laminat pollardan bo'ladi, hurmatli obunachilar. Bu tarafimizda aboylarni ko'rib o'ting. Yarki aboylardan qilingan. Bu tarafda balkonga ega, bu yerda kondisionerlarga ega. Açılmendurdan qalandaliklarimiz ham bor. Bilam qoladi. Joyimizda remontdan keyin hech kim yashamagan. Hurmatli obunachilar, bu tarafda aynalarni ko'ring. Aynalar akvayna, padagoniklarga ega. Registrlar ham yaxshi sifatlisidan qo'yilgan, ayamen qo'yilgan, hurmatli obunachilar. Patolog ham balandlikda tuzatilgan. Joyimiz kvadrati 45 kvadrat bo'ladi bular. Bu tarafimizda o'tadigan bo'lsak, sanuzelimiz ajoyibning arisollarga ega. Kafellari ajoyibdan chiqib turibdi. Bu tarafda dimoxodlari bor. Bu yerda ajoyib rakovinamiz qo'yilgan, to'mishkali xilipasi. Belamiz oyoq tegi to'pli pol bo'ladi. Bu taraf ham to'pli pol. Bu taraf shundan bu taraf ham ajoyib to'pli pol bo'ladi, hurmatli obunachilar. Oyoq tegi issiqqina bo'lib turadi. Ishlarni ko'ring, ishlar ham yaxshi sifatlisidan qo'yilgan. Bu tarafimiz kuxni. Kuxnida bu yerda kir mashina, moykasi, kuxni mebel, dimoxod, gaz plita, hamma narsasi bor. To'g'ri girib yashaydigan, hurmatli obunachilar. Tayyor holatida aytib beriladi. Bu tarafimizda dukotinli kotullarga ega stabzatlar yastidan qo'yilgan. To'pli kontroli shuyda joylashgan. Bilan plastmassa emas, damirdan qo'yib qo'yibdilar yaxshisidan. Suv sevitkazdan umuman problemasi yo'q. Mashina qo'yish uchun parkovkalarga ega. Bu yerda Detis plashatkasi ham bor. Zo'r tochkada joylashgan, hurmatli obunachilar. Joyimiz narxini to'xtaladigan bo'lsak, 395 million so'm ikkilamchi kredit asosida sotiladi. Naqd bo'ladigan bo'lsa, ustida oz-moz kelishib beriladi. Ko'p kelishilmaydi. 395 million so'm joyimiz narxi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'lishdan chiqmasin. Kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.